Orqamda turgan avtomobilning narxi 570 million so'm. Haval oilasining yangi modeli Haval H9 avtomobili bo'ladi. Avtomobil uzunligi 5 metr, yerdan balandligi 2 metr, salon kengligi esa 2 metr tashkil etadi. Motori 2 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan 218 ta ot kuchiga ega. Ushbu avtomobil 4 ta Porsche'li, 4 ta ballonni tortadigan 6 xil yurish rejimiga ega. Avtomobilning tashqi ko'rinishi shunaqangi chiroyli qilib ishlangan. Endi Duxsotga desa ham menimcha adashmayman. Sababi ulardan ancha ustun, narxi bo'yicha ham arzon, komforti bo'yicha ham ancha mukammal ishlangan ushbu avtomobil. Ballonlar yumshoq, almashtirib ham o'tirmaysiz. Ko'rishingiz mumkin 19 razmerda diska, avtomobilda 360-540 kameralari mavjud. 5 ключевой достуp, salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Bunaqangi premium ko'rinishda chiqarilganki, kattagina monitor va skoroslari samolyotnikiga o'xshaydi. O'rindiqlarda isitish, sovutish barcha funksiyalariga ega kattagina panorama tom ham mavjud ushbu avtomobilimizda. Orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz. Orqa deflektor dizaynlariga ham avtomobilning orqa ko'rinishi menimcha shunaqangi chiroyli chiqarishganki, bu 7 o'rindiqli crossover hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. 7-o'rindiq ham bunaqa kichkina emas, kattagina. Narxi 570 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, tan narxidan atigi 30% ni to'lov qilishsa, 5 yilgacha avtokredit asosida ham bo'lib to'lash imkoniyatiga egasizlar. Bundan tashqari, bizdan avtomobil xarid qilgan mijozlarga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolat ham mavjud. Bizning manzil Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Boshlang'ich qiymatiga 150 million so'm plus minus bilan sizlar xarid qilish imkoniyatiga egasizlar.